Bu insonni otlarni ko'rsatishimizni juda ham ko'pchilik so'ragan edi. Ko'rsatamiz. Sizni kutilgan va kutilmagan surprizlar kutib turibdi. Qaysi otlarni birinchi ko'rsatishga ham odam tanlovda qiynalib qolar ekan. Qirg'iziston O'sh shahri, Ulug'bek akani 5 yoshli Ferrari nomli otlari. Ko'z tegmasligi uchun nima deyishni juda ham yaxshi bilasiz. Aytishingizdan chiqmasin. Ko'rib, zavqlaning.